Assalomu alaykum. Bugun hiragana alifbosining ba qatoridagi harflarini o'rganamiz. Bagyo. Ba qatorida 5 ta harf bor. Ba, bi, bu, be, bo harflari. Ba, bi, bu, be, bo. Ba harflari ha qatoridagi harflar bilan bir xil yoziladi. Farqi ba qatoridagi harflarning tepa o'ng qismiga ten qo'yiladi. Bu harflar bilan alohida tanishib chiqamiz. Birinchi harf ba harfi. Ba harfi qanday yoziladi? Avval chap qismi tepadan pastga olib tushib, ilmoq bilan tugatamiz. Keyin o'ng qismi chapdan o'ngga, tepadan pastga aylantirib yuboramiz. Oxirida esa ten. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Birinchi chap qismi tepadan pastga, o'ng qismi chapdan o'ngga, tepadan pastga, oxirida ten. Ba harfi 5 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf bi harfi. Bi harfi bitta harakat bilan chapdan boshlaymiz, pastga tushiramiz, aylantirib yana tepaga olib chiqib, yana pastga tushiramiz. Keyin esa ten. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Chapdan boshlaymiz va ten. Bi harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf bu harfi. Avval o'rta qismini yozib olamiz. Tepadan boshlaymiz. Birinchi tepa qismini. Keyin o'rtadagi yarim yumaloq shakl. Keyin chap qismi. Keyin esa o'ng qismi. Oxirida ten. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Birinchi o'rta qismidan boshlaymiz. Keyin chap qismi, keyin o'ng qismi, oxirida ten. Bu harfi 6 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf B harfi. Demak, chapdan olib kelib, sal tepaga ko'tarib, qayirib pastga tushirib yuboramiz. Keyin ten. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Chapdan boshlab, tepaga chiqib, sal qayirib, pastga tushirib yuboramiz. B harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf bo harfi. Avval chap qismini tepadan pastga ilmoq bilan tugatamiz. Keyin o'ng qismi tepadan boshlab yozib kelamiz. Birinchi chapdan o'ngga, yana chapdan o'ngga, keyin tepadan pastga aylantirib yuboramiz. Oxirida esa ten. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Birinchi chap qismini, keyin esa o'ng qismini yozamiz. Oxirida esa ten. Bu harfi 6 ta harakat bilan yoziladi. Ba qatoridagi harflar bilan tanishib chiqdik. Qaysi harflar? Ba, bi, bu, be, bo harflari. Mashq qilamiz. Ba, bi, bu, be, bo. Ba, bi, bu, be, bo. Endi shu harflar ishtirok etgan so'zlar bilan mashq qilamiz. Bu so'z nima deb o'qiladi? Chiba prefekturasi. Baka, ahmoq. Kabi, mog'or. Haba, kenglik, eni.
buta, buta, cho'chqa, kabi, kabi, aksiya, kabe, kabe, devor, beni, beni, to'qqiz rang, boku, boku, men, sabi, sabi, zang, bay, bay, holat, kabuto, kabuto, dubulg'a, bukatsi, bukatsi, to'garak, bokoku, bokoku, onavata, bunka, bunka, madaniyat, boshi, boshi, bosh kiyim, tombo, tombo, ninachi, bo'zi, bo'zi, rohib, baytay, baytay, media, butaniku, butaniku, cho'chqa go'shti, bo'g'ay, bo'g'ay, to'siq, batto, batto, qilichni yalang'ochlamoq, bofu, bofu, bo'ron, dovul, bakkin, bakkin, jarima, bodo, bodo, qo'zg'alon, obasan, obasan, kampir, bo'nenkay, bo'nenkay, eski yilni kuzatish marosimi. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.